homiladorman, anorezm bor, ba'zida haligacha bo'lib turadi. Turmushga chiqqanimga 1 yil bo'ldi. Erim hech narsa demaydi, lekin biladi. Savolim, anorezm homilamga ta'siri bormi? Keyin undan tashqari homilamda qanaqadir shamollash chiqdi degan shunaqa savol kelgan. Xo'p, bu holatda bu qizda bolaligida anorezm bo'lgan, davolanmagan, nervotologlarga qilgan, shu bilan turmushga chiqib ketgan, chiqib ketsa qolib ketadi deb o'ylayotgan. Bu qolmadi. Yana ham homilador bo'libdi, chunki uzluksiz ravishda mana shamollash chiqishi bu uni anorezm bilan bog'liq. Qanaqa bog'liymiz? Постоянно xo'lda 20 yoshgacha necha marta qolib ketgan bu qiz. Organizm qanaqa shamollaydi, to'g'rimi? Yallig'lanish. Agar juda chuqur yallig'lanish bo'lgan homilador bo'la olmasdi. Bu birinchi stepень masalanda, birinchi, ikkinchi stepень. Bu yallig'lanish hisobiga hozir bu qiz anorezm bo'lmayapti. Anorezm oqibatida bunday yallig'lanish kelib chiqqan. Hozir homila. Homiladan mana hozir davolamasa, o'zini davolatmasa, u homilaga o'tib irsiga aylanadi. Ertaga yuzaga solish boshlanadi. Bolaga ham o'tadimi? Men hozirgi konsultatsiya mana mijozlarim orasida nechta xotinlar bor bilasizmi, Nilufar opa? Erim sepib qo'ygan 33 yoshgacha. Yaxshi bo'lganlar uchun deganman. Men o'zimda bo'lgan, erim menga nimaga bolada boshlandi, tap etib yuzimga soldi deydigan holatlar juda ham ko'p. Mana inson yoningdagi inson qanaqadir holat senga chidashi mumkin, lekin farzandi bu narsa takrorlansa barobar davola deydi. Agar siz ham farzandingizda anorezm, enkopressik nevroz kasalliklari bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling va biz sizga yechib beramiz.